Imom al-Buxoriyning ustozi kim edi? Bu savolga javob bera olmaydigan minglab olimlarga qarang. Lekin aynan shu inson Buxoroni islom gumbazi qildi. Uning ismi Ahmad ibn Hafs. Lekin tarix uni boshqa nom bilan eslaydi. Abu Hafs Kabir. Buyuk Abu Hafs. U shunchaki olim emasdi. U Buxoroning yuragi edi. U inson. 767-yil Buxoroda tavallud topganlar. Yosh Ahmad ilm izlab minglab chaqirim yo'l bosib Bag'dodga, islomning oltin davriga yetib bordi. U yerda oddiy ustozlardan emas, bizzat Imom Azam Abu Hanifaning eng yaqin shogirdi Imom Muhammaddan saboq oldi. Tushunyapsizmi? Imom Muhammad Imom Abu Hanifaning ilmiy nevarasi edi. Aynan shu insondan ilm olganlar va oltin silsilaning davomchisi edi. Ustozlari uning ilmini ko'rib shunday dedilar: Sharqda kimning savoli bo'lsa, Bag'dodga kelib o'tirmasin, Abu Hafsni topsin. Bilasizmi nega Buxoro Qubbatul Islom deb ataladi? Chunki Abu Hafs Kabir ilk bor masjidlardan tashqari alohida ilm dargohi, birinchi madrasani shu yerda qurdirdi. Uning uyi bilan hukmdor saroyi o'rtasidagi yo'l oddiy ko'cha emasdi. Xalq uni haqra, haqiqat yo'li deb atardi. Chunki bu yo'ldan faqat haqiqat yurardi. Bir kuni u yoshgina, ko'zlarida olov yonib turgan bir bolakayga qaradi va dedi: "Bu bolaning kelajagi buyuk bo'ladi." O'sha bola butun dunyo tanigan Imom al-Buxoriy edi va aynan Abu Hafs Kabir Imom al-Buxoriyni ustozlari edi. Imom Shofiy aytganlaridek, odamlar fiqhda u zotning boqimandalaridir. Bugun biz yurayotgan ilm yo'li, biz faxrlanadigan Buxoro aynan shu insonning yelkasida turibdi. Sardaftarul ulamo Abu Hafs Kabir.